Hürmetli dostlar, kvartiramıza geldik. Kvartiramız Şokamat Almeda birinci qavatda. İki xona kvartiramız sotuva chiqdi yurtdoshlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yurtlarimiz deyin. Remontdan chiqib turibdi. Shu joyimizda yana bir narsasini aytamiz. Shu joyimizda podval ham edi, birinchi qavatda podval bo'ladi. Обязательно podval ham bor ekan. Buni patni qo'ymoqqa girib, shu podyezddan girib podvala girib, shu joyga podvalni ishlataverasizlar aziz yurtdoshlar. Приходишкamiz girganni, oboy patologlarimiz natijada yurtlarimiz ham menlar natijada ajoyib. Beyanımıza geleversek, Xudo xolasa beyanımızda sağımız yerimiz, hajatxonamiz, restoranimiz bor ekan. Kanalımızda hurmatli obunachilar, bu yerimiz ayollarimiz uchun oshxonasi, du konturli kotyolimiz turibdi. Mebellarimiz, hamma narsamiz bor joyida. Oldimizda ham otizimiz bor, qarash atsangizlar vamba. Aziz yurtdoshlar, orqa tomon skvoznoy xili bo'ladi. Bu tarafimiz, bu joyimiz. Endi bu joyimizda lokatsiyasi Sholkamotal 5 qavatli bino, yangi dom bu. Sholkamotal, Dorital ham Mirakulay urgan shahrimizning markazida bu. Hamma biladi deymiz. Yine oldinda otizlar ham bor, rishotkalar ham o'rnatilgan oynalarimiz bor. Bu yerimizda mehmonxonamiz. Patologlarimiz natijada devorlarimizni pastapga qilib, ajoyib chiroyli qilib sotilib turibdi joyimiz. To'g'ri girib yashaladi aziz yurtdoshlar. Shu joyda yashab turibdilar hozir mulk egasi. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin shunday joylar. Joy sürganlar joyli bo'lsin. Bizning kasbimiz, har bir kasbda o'zina yarasha niyati bo'ladi deydi. Bizning niyatimiz odamlar pullari ko'paysin, joy olavergi degan niyatlarimiz bo'ladi bizning. Har bir joyda niyat bo'ladi. Bu joyimiz spandisi bo'ladi aziz yurtdoshlar. Oynalarimizni ko'rib tursangizlar, hamma yerlari rishotga qo'yilgan. Otizimiz ham bor ekan, orqa tomondan skvoznoy xili bo'ladi. Joyimiz narx ekranda yoziladi. Bemalol telefon qiling. Do'stlaringiz bo'lsa, Sholkamotaldan qidirib bilgan bo'lsa, shu joyimizni darib tarqatib jo'natib qo'ying aziz yurtdoshlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Joyimizning narxi ekranda yozilib turadi.